Bugungi kun uchun ikkinchi sovg'amiz oqsil biosintezi jarayonining video roligi. Video darsi. O'zi oqsil biosintezi translyatsiya deb ataladigan jarayon bo'lib, matritsali sintezning bir qismidir. Jarayon tomonidan olib qarasak, demak, matritsali sintezga nimalar kirar edi? DNK reduplikatsiyasi, transkripsiya jarayoni va translyatsiya jarayoni. Mana o'shalarni ko'rib chiqamiz. DNKdan oqsilgacha bo'lgan jarayonlarda nimalar bo'ladi? Hujayra barcha to'qimalarning asosiy birligi hisoblanadi. Mana rolikda ham aytib o'tyapmiz. Odamning ko'pgina hujayralarida yadro deb atalgan tuzilma mavjud. Mana o'shani ko'rib turibmiz. Yadroning ichida genom bo'ladi. Genom nimaligini bilamiz. Masalan, inson genomida 23 juft xromosomalarda joylashgan bo'ladi. Har bir xromosoma mana ko'rib turibmiz. Uzun DNK zanjirining yig'ilgan holati hisoblanib, ular mana bu DNK molekulalar gistonni, 8 molekula gistonni oqsillar bilan birikib, xromatinning nozik tuzilmalarini hosil qiladi. Mana bu yerda aytilish bo'yicha gistonni oqsillarga mahkam birikib turadi DNK molekulasi. Mana shu DNK molekulasidagi bir molekula oqsilning biologik sinteziga javob beradigan har bitta qismcha gen deb ataladi. Mana gen deb ko'rsatib turibdi. Demak, genlar o'z tarkibida oqsil biosinteziga oid ma'lumotlarni saqlaydi. Xo'sh. Gen ishga tushganida mana shu DNK molekulasidan, gendan, ya'ni RNK polimeraza deb ataluvchi ferment uning bosh qismiga kelib birikadi va undan RNK sintezlanadi. Ya'ni oqsil uchun axborot hisoblangan informatsion RNK sintezlanadi. Informatsion RNK sintezlanish jarayonida o'sha RNK polimeraza DNK ning ma'lum qismiga joylashib, boya aytganimizdek, harakatlana boshlaydi va harakatlanganda DNK zanjirini o'rta qismini bo'lib, o'sha ko'pchilik transkripsiya jarayonini bundan oldingi bitta videoni tashlaganman. O'sha videoga ko'rib xulosa qilasizlar. Demak, vodorod bog'lar uzilishi haqida, agar abituriyent masalalarida qo'llaydigan bo'lsak bu jarayonni, vodorod bog'lar uzilishi haqida gap boradi. O'shani ham ko'rib olishlaring kerak. Va hujayradagi mana erkin nukleotidlar, mana bular erkin nukleotidlar. Erkin nukleotidlar hisobiga informatsion RNK komplementarlik qonuni asosida amalga oshadi transkripsiya jarayoni. Informatsion RNK sintezlanadi va bu RNKda DNKdan farqli ravishda adeninning komplementari uratsil deb ataluvchi nukleotid hisoblanadi. Mana bular erkin nukleotidlar. Mana DNKdagi nukleotidlar ketma-ketligiga mos ravishda informatsion RNK ketma-ketligida taxlanib ketaverib, mana informatsion RNK hosil bo'lyapti. Barcha oqsilning sintezlanishi jarayonining boshlanishi adenin, uratsil, guanin ketma-ketligida bo'ladi. Ya'ni adenin, uratsil, guanin bu shunday tripletki metionin aminokislotasini sintezlaydi va bu start kodon deb ataladi. AU ga bu start kodon ekan demak. Metionin aminokislotasini sintezlaydi. Mana informatsion RNK sintezlanish jarayoni davom etmoqda. Mana bu jarayonni mana aytib o'tyapmiz, transkripsiya deb ataladi. Keyin u mana informatsion RNK deymiz, messenger RNA. Demak, informatsion RNK oqsil uchun matritsa sifatida qo'llanilishidan oldin uni qayta ishlashga to'g'ri keladi. Ma'lum qismlar umuman oqsil sintezida kerak emas, shuning uchun o'sha qismni kesib tashlaydi. Demak, ekzon va intronlar haqidagi fikrlarni kim bilsa, bular haqida tushunadi. Lekin aynan bundan oldingi aytgan narsamiz abituriyent programmasi uchun uncha kerak emas. Shundan so'ng informatsion RNK yadroning teshiklari orqali sitoplazmaga chiqadi. Demak, transkripsiya jarayoni qayerda amalga oshdi? Yadroda. Va transkripsiya natijasi hisoblangan informatsion RNK sitoplazmaga chiqdi. Sitoplazmaga chiqqan informatsion RNK oqsil fabrikalari bo'lgan ribosomalarga kelib birikadi.
Ribosoma hozir ko'rganimiz ikkita bo'lakdan tashkil topib, birinchi bo'lak katta, ikkinchisi kichik bo'lak hisoblanadi va informatsion RNKga informatsion RNK ribosomalarga ma'lumotlarni yetkazadi va o'sha ma'lumot natijasida oqsil sintezlana boshlaydi. Biz o'sha Nirenberg va Ochova tomonidan ochilgan genetik kod nima ekanligini bilamiz. Demak, 20 xil aminokislotaning 4 xil nukleotid yordamida tripletlar hosil qilib ifodalashi genetik kod deb ataladi. Bizda tripletlardan 64 xil triplet bor. Bu triplet adenin, adenin, adenin bo'lishi mumkin. Adenin, adenin, uratsil yoki uratsil, 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 guanin, 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 adenin, sitazin va hokazo ko'rinishlarda bo'lib, bularning 3tasi hech qanaqa oqsilni tarkibiy qismi bo'lgan aminokislotalarni sintezlashda ishtirok etmaydi. Ular shunchaki stop kodonlar hisoblanadi 3ta. Terminatorlar ham deb ataladi. Boyagi biz ko'rgan adenin, uratsil, guanin ketma-ketligidagi triplet esa metionin aminokislotasi uchun xos edi va aytib o'tganimizdek, u start kodon. Mana endi biz oqsil biosintezi translyatsiya jarayonida ishtirok etadigan informatsion RNK va ribosomaning ichida bilamiz ribosomal RNK bo'ladi. Demak, ribosoma kod o'qish vazifasini bajaradi. Informatsion RNKdagi kodni ribosoma o'qiydi va o'qilgan kodni qaysi aminokislotaga mos kelishini mana bu ko'rib turgan molekulamiz, ya'ni transport RNKga aytadi. Transport RNK bedabargi ko'rinishda bo'lib, uning ko'rinishi ikki qismdan iborat bo'ladi. Ya'ni bir qismida akseptor uchi deb ataladigan qismida aminokislotani tashisa, ikkinchi qismi antikodonni o'zida saqlaydi. Antikodon informatsion RNKning kodoniga komplementar ravishda mos keladigan kod hisoblanib, uni biz antikodon deymiz. Boya aytib o'tganimiz adenin, uratsil, guanin, mana shunday boyagi informatsion RNKni tasavvur qilamiz. Adenin, uratsil, guanin ketma-ketligidagi metionin aminokislotasining transport RNKsi deb tasavvur qilsak buni, mana bu aminokislota metionin bo'ladi. Mana bu ketma-ketlik esa uratsil, adenin, sitazin, ya'ni adenin, uratsil, guaninga komplementar bo'ladi. 20 turdagi aminokislotalar mana o'sha transport RNK tomonidan tashiladi. Ribosomaga tashib keltiriladi. Mana ko'rdik. Mana ko'ryapmiz, qaranglar. Shunday transport RNK kelib, kodni shunday mana mos kelyapti. Sitazin, adenin, sitazin degan kodonga o'zining transport RNK o'zining guanin, uratsil, guanin deb nomlanuvchi antikodonini mos ravishda o'qib aminokislotani tashlab ketaveradi. Mana mos, mana bu komplementarlik asosida moslik namoyon bo'lib aminokislotalarni tashlab ketyapti. E'tibor qilyapmiz, aminokislotalar mana bular. Aminokislotalar yig'ilib, e'tibor qilamiz. Mana aminokislotalar yig'ilib nimani hosil qiladi? Oxirgi aminokislota qo'shilgach 3 o'lchamli oqsil molekulasi hosil bo'ladi. Rolik hujayra.uz sayti tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon mening ustozim Baxtiyor Sheraliyev tomonidan tarjima qilingan. Tarjimon Baxtiyor Sheraliyev ustoz bo'ladilar. Qo'ldan kelguncha abituriyentlarga yordam deb men o'zbekchada buni videoroligini orqadan turib ovoz berishga qaror qildim. Agar kimgadir foydasi tegsa xursand bo'laman. Asosiy rahmatlarimiz Hujayra.uz sayti va uning boshqaruvchilariga qaratilgan bo'ladi. Savol, taklif, murojaatlar, turli xil murojaatlaringizni pastdagi Ozod Murodovich ssilkasida ko'rib chiqishingiz mumkin. Hammaga rahmat.